Anas Kaplı va Sinan Çoban qatarlıq Germaniyalik 4 yaş bu yil 5 ayının 22 kuni Qorğas chegara eg'izidan Uyg'ur rayonini ziyorat qilish uchun kirdi. Ularning ziyorat manzili G'o'lja, Urumchi, Turpan, Aqsu va Qashqar qatarlıq Uyg'urlar to'plashib o'tiraqlashgan Amerika hukumatı 2021-yili 19 yanvar kuni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan rayon edi. Növətdə operatsiya yardımçısı kəsbi boyunca Germaniyanın Mannheimer Akademiyasida o'qiyotgan 23 yaşlıq Anasning radiomizga bildirishçə, bu uning Uyg'ur rayoniga ikkinchi qitim berishi ekan. U tunji qitim 2023-yili 21 sentyabrdan 26 sentyabrgacha Urumchi, Turpan va Qashqar qatorliq shaharlarda 5 kunlik ziyoratda bo'lgan ekan. Anasning aytishicha, Xitoyga kirish vizasi olish uchun u Germaniyaning Frankfurt shahridagi Xitoy konsulxonasiga kirgan vaqtda nihoyatda benormal savollarga duch kelgan. Yani ilk vize söylediğimde vize istediğimi söylemiştim. Sıkıntı olmamıştı. Ta ki Sincan bölgesine gideceğim dediğinde ha Sincan mı dedi. Tunji qitim viza aldığımda aytganimda ta ki Sincan'a barman degicha çataq chiqmadi. Ular Sincan degan so'zni anglagandan keyin ha Sincan deyishib pasportimni olib ichidagi ishxonaga kirib ketishdi. Mudir bu so'z uchun kirib ketdimi bilmadim. Taxminan 40-45 minutdan keyin bir ayol xodim qo'lda liq savol yozilgan bir varaq qog'oz bilan oldimga keldi. Uning tunji so'rgan savoli Germaniyada sen tanıydigan Uyg'ur bormi? Nemish bu yerga borsan deyish bo'ldi. Men hech kimni tanimaydiganligimni, faqat sayohatga borganligimni aytdim. Ikkinchi savoli nemish bu yerga sayohatga borsan edi. Ular mendan bu savolga tafsiliy bir javob yozib kelishimni, maqsadimni aniq tushuntirishimni talab qildi. Ular nemish bu yerga qiziqadiganligimni qayta so'radi. Men uchun bular g'alit savollar edi. Ular Germaniyada men tanıydigan Uyg'urlar bor yo'qligini necha qatim so'radi. Ve Uyghur rayonidan tanıydiganlardan chaqiriqqa keltirsam, viza olishimning texim oson bo'lganligini aytdi. Men hech kimni tanimaydiganligimni aytib ching turdim. 6-7 hafta vaqt ichida 4-5 qatim berib yurib, oxiri birinchi qatimlik vizani oldim. Ikkinchi qatim viza iltimos qilganimda mendan texim tafsiliy uchur talab qildi. 10 kunlik sayohat planimizni, ya'ni nega boramiz, qandoq boramiz, kim bilan boramiz, nerede turamiz, nima ish qilamiz degandek savollarga tafsiliy javob berishimizni talab qilindi. Vizini atayin aşı bölümünün müdiri qo'limga berdi. Ve yana Germaniyada Uyg'urlardan kimlar tanıydiganligimni so'radi. Men yana hech kimni tanimaydiganligimni aytdim. Oxirida kim bilan borganligimni so'radi. Ve Myunxenda viza iltimos qilgan bir do'stim bilan birga borganligimni aytgandan keyin boshqa gap qilmadi. Mushundoq har turli g'alit savollardan keyin oxiri vizamni qo'limga oldim ve o'zimga kirish ruxsatini oldim. Endi keyingi qadam u yerning chegarasidan qandoq kirish dedim. Xitoyning chegarasidan kirish texim boshqacha bo'lgan bir majro edi. Zaten vize elime aldıktan sonra bir rahatlıma gelmişti. Dedim tamam başardım ilk step. Tamam vizeyi aldım. İkinci step oraya ulaşmak. Zaten ulaşmak da bambaşka bir şeydi. Növətdə Germaniyadakı dаңlıq avtomobil şirkətlərindən birisində buğaltırlıq bilan şug'ullanadigan 28 yaşlıq Sinanның aytishicha, u anasining ijtimoiy taraqqiy hisobidan uning o'tgan yili Urumchi, Qashqarlardan tartgan videolarini ko'rgan. Ondan u anas bilan aloqa qilgan va u yerlarga o'zining borg'usi borligini aytgan. Shuning bilan bu 2 yosh o'zlarining yana 2 do'sti bilan deyishib, ikkinchi qatimliq bu safarga birga chiqishni planlagan. Keyin safga qaytilgan 3 aylan Germaniya fuqarolarining Xitoyga vizasiz kirib, 15 kun tura oladigan siyosatiga to'g'ri kelgan bo'lib, konsulxonaga berib anas uchirgan savollarga javob berishdan qutulib qolgan. Ammo chegaradan kirganda yanada bu turdagi savollarga duch kelgan. And the only questioning we had was at the border, of course. Biz Xitoy chegarasidan kirganda ular anasdan Frankfurtdagi Xitoy konsulxonasida so'ragan savollarni bizdan yana bir qatim so'radi. Ya'ni sen kim? Nega borsan? Nemishqa borsan? Nerede tursan? Sayohat planing qandoq degandek. Where are you going? What's your plan? Why are you traveling? Yeah, that's it. Anas va Sinan o'zlarining uzundan buyon bu safar uchun pullarni yig'ayotganligini va hech qanday bir o'rin yoki shaxsdan yordam olmaganligini ta'kidladi. Ular aeroplan bilan Germaniyadan Qozog'istonning Olmuta shahriga kelib, u yerdan mashina bilan Xitoy-Qozog'iston chegarasiga, ya'ni Qo'rg'as eg'iziga kelgan. Ularning aytganidek, ular chegarada yana qattiq savollarga duch kelgan. Hatto ularning bir do'stining ismi Hasan bo'lganligi uchun uning tekshirishdan o'tishi texmi uzun surgan. Anas chegaradan tinch amon o'tib bo'lgandan keyingi hissiyotini mundaq tasvirladi. Sınırdan geçtik. İlk ben geçtim. Chegaradan tunji bo'lib men o'tdim. O'tib bo'lgandan keyin homildor bir ayolning uzun bir to'lqoqdan keyin oxiri yangigan bir ko'rinish aqlim kelib, dedim. Yani artık sınırdan dedim. Ular shundoq qilib bir-birlab Xitoy chegarasidan o'tgan.
Sinan uzundan buyon xiyol qilgan Sharqiy Turkiston tuproqlarini tunji qitim o'z ko'zi bilan ko'rib, lassida bo'lib qolgan. Uning aytishicha, u bozorda olma setayotgan jo'shqin kayfiyatdagi g'uljilik Uyg'ur buvay mo'maylarni, ko'chada erkin o'ynab yurgan bolalarni emas, balki ko'rinmas bir qora panjirning ostida tirkishib, tirmishib yashayotgan bir to'p chorasiz kishilarni ko'rgan. Enes Kaplı va Sinan Çoban qatorliq Germaniyalik 4 yosh Qo'rg'os chegara eg'izidan o'tgandan keyin g'uljiga qarab yo'lga chiqadi. Halbuki Enesning oldingi programmamizda aytganidek, ularning viza elishi va chegaradan o'tishi ayrim bir majra bo'lgan bo'lsa, ularning chegaradan o'tgandan keyin o'zlari ziyorat qilishni planlagan yerlarda duch kelgan kechirmishlari yana ayrim bir majra bo'lgan. Bu Enesning ikkinchi qatim Uyg'ur eliga kelishi bo'lg'achqa, uningga chegarada qator turib ketgan Xitoy taksichilar, har yerda ko'zga chiliqib turadigan qip-qizil panuslar va qizil bayroqlar ancha hayron qolarlik manzara bo'lib tuyulmagan. U o'zining bu qatimqi safar ta'siroti haqida to'xtalib mundaq deydi. İlk Gulca'ya geldiğimde yani sanki böyle kendi vatanıma gelmişim. Yani çok tuhafıma gitmedi. Sadece çok mutluluk vardı içimde. Tunji qitim G'uljaga kelgan vaqtimda xuddi o'zimning vataniga kelgandek ichimda bir hayajon bor edi. Ikkinchi qitim kelgan vaqtimda Alloh yana bir qitim bu ota tuproqlarga qadam bosishga nasib qildi deb yana o'xshash hayajonlandi. G'uljaga kelgan vaqtimizda namoz o'qiyli deb taksi shofirdan masjid bormi deb so'rganimizda uning masjidmi men bilmayman deb cho'chib ketgan holatdagi chiroyini hargiz unutmayman. Biz bu turdagi temalarning sezgur ekanligini bilardik, lekin bularni rasmiy uchratgan vaqtimizda rastgan deyishdik. Biz ben dedim tamam anladık. Zaten biz sadece insanların ağzından dinlemek istiyorduk, bilmek istiyorduk. Sinan va boshqa 2 nafar yosh Uyg'ur eliga tunji qatim kelgan bo'lg'achqa, ularga nisbatan aytganda ahvol tamoman farqli edi. Sinanning aytishicha, bu ota yurt o'zi tarixiy kitoblardan o'qigan, ijtimoiy taraflardan ko'rgan yoki o'zining tasavvuridagi makonga hech o'xshamaydi. Because it was the first city, a different impact on me because I expected something. G'ulja men ko'rgan tunji shahar bo'lg'achqa menga boshqa ta'sir qildi. Men Uyg'urlarga xos bir shakldagi shahar mahallarni ko'raman deb xiyol qilgan edim. Ammo chegirdan kirgandan keyin ko'rganim tipik Xitoy shahri edi. Taksi bilan G'ul shahriga mangan yo'lning ikki tarafida Xitoylarning qizil yumaloq panuslari, qizil bayroqlari hamma yerga esilgan edi. Hamma yerda Xitoy uslubdagi imoratlar bor edi. Do'kon oshxonalarning viskilarining hammasi Xitoycha edi. G'uljaga kelgandan keyin biz maxsus qadimki Uyg'ur mahallarini ko'rish uchun bir yerga bordik. U yer qarmoqqa sayohat markazida qiladi. U yerda ko'ylar Uyg'ur uslub silingan-di. Ya'ni Uyg'ur mahallasi edi. Men dastlabda, mana, ma'u mening naq ko'makchi bo'lganim debdiman. Keyin qarsam hamma narsa soxta. Hamma narsa faqat sayohatchilar uchun o'rlashtirilgan. Ya'ni uylarni sayohatchilar uchun yasalgan. Hamma ko'chada soxtalikka chiqib turgan xotir buyumlarni sotilgan do'konlar. Ish qilib hech narsaning tabiiy emasligini, bu mahallada yashayotganda ko'ringan Uyg'urlarning hayotining hech normal emasligini his qildim. It's just fake. It's plastic. It's not authentic. I had never one second the feeling Uyghurs living here like a normal life. Enesmo Sinan'ның aytqanlariga qo'shimcha qilib mundaq dedi. İnsanlar yaşıyor. Zaten tuhaf olan da oydu. İnsanlar aşu öylerde yaşaydı ekan. G'alit bo'lganim mushu. Uyning ishigining beshiga ishonchlik oila deb yozilgan qizil plakat chaplaqliq edi. Bu uylar davlat tarafidan ishonchlik deb bekitilgan oilalar ekan. Biz uyga kirgan oila a'zolari bek xo'shal ko'rinmaydi. Albatta, hech kim uyga kunda 100-300 kishining kirib chiqishini xohlamaydi. Kimse hanesinin içine her gün 100-200 kişiyi alıp da sokamaz. Sinan G'uljada yana tunji qatim tungan musulmonlarni ko'rganligini va ularga Uyg'urlardan farqli muomala qilinganligini his qilgan. There was this one Chinese style mosque. U yerda Xitoy uslubi silingan bir masjidni ko'rdik. Ash kuni men Xitoydagi tunganlar bilan Uyg'ur musulmonlarining farqini ko'rdim. Ya'ni masjidlarda beshiga oq shapaq to'pi kiygan. Saqal qo'ygan Xitoy musulmonlari normal yashab xoliganini qildi ekan. Biz masjidning ichiga kirmadik, lekin atrofida aylanib suratga tortdik. Hech qanday masala chiqmadi. Lekin keyin biz Uyg'ur masjidiga borgan vaqtimizda butunlay cheklamaga uchirdik. Ya'ni biz masjid tarafga mengishga tamshalganimizda u yerga eshik saqlaydiganlar, bu yerda sizlar ko'radigan hech nima yo'q deb yaqinlashqili qo'ymadi. There was complete forbidden. Like we walked in the direction of the mosque, they say nothing to see for you here. Ularning aytishicha, ular G'uljada bir kun turgan. Ular ko'chalarda uchrashib qolgan Uyg'urlarga o'zlarining turk ekanligini aytganida, ularning muomalasi boshqacha illiq bo'lgan. Hatto ko'chadagi bir kishi ularning qo'lini ching tutib, ko'zlariga liqqa yosh elib turib, "Mening bir qo'shnim yo'qolib ketgili 30 yil bo'ldi" degan.
Ular nihoyatda murakkab va gadirmach his tuyg'ular bilan poyezdga o'ltirib Urumchiga yo'lga chiqqan. Sinan o'zining Urumchini ko'rgandagi hissiyotini ifodalab bundoq dedi. So first impression of Urumqi was the same as Gulcha. Urumchining menga bergan ta'siri G'ulji bilan bek farqlanmaydi. G'uljiga kirgandimi hamma yerda harbiylarni, soqchi mashinalarini ko'rgan edik. Urumchidimi o'xshash. Hatto jiqroq deyishga bo'ldi. Har 50 metrda bir tekshirish punkti bor ekan. Ular bizning pasportlarimizni tekshirib qolmasdan balki yana pasportimizni skannerladi. Suratga tortdi. Bizning kim ekanligimiz, nerdan kelganligimiz, nega borganligimizni so'radi. Urumchining menda qoldirgan ta'siri nima degan ko'p harbiy va soqchilar bu degan taajjub bo'ldi. A lot of military, a lot of police. Ularning Urumchidagi sayohatining birinchi kuni juma kuniga to'g'ri kelgan. Ularning deyishicha, ularning juma namozi o'qish uchun masjid tepishi osonga to'xtamagan. Ular Urumchining markaziy rayonlarini aylangan bo'lib, shu atrofdagi masjidlardan ayrim holda 3 dona masjidning oldiga beribmi, birarsiga kira olmagan. Masjidlar taqoq bo'lib, darvoza saqlag'uchi ularga kirishga bo'lmaydi degan. Ular borgan 3-masjidning darvoza saqlag'uchisi ularga G'olibiyat yo'lidagi No'g'ay masjidiga berishni, u yerda namoz o'qisa bo'ladiganligini aytib, boradigan yo'lni ko'rsatib qo'ygan. Sinan masjidga kirish jarayonining xuddi aerodromda tekshirishdan o'tganga o'xshaydiganligini aytdi. And if you want to enter, there is like one gate. It's like a airport. Yeah. Agar masjidga kirmoqchi bo'lsangiz, u yerda faqat bir eshik bor. Hamma odam shu eshikdan kirdi. Xuddi aerodromga o'xshash. Ular sizning sumkangizni tekshirishdan o'tkazdi. Ular pasportlarimizni ham skannerladi, ham suratga tortdi. Ondan sumkamizni osh eshikda olib qilib bizni kirgizdi. Qarasam ular masjidni faqat namoz vaqtida ochar ekan. Namoz tugaganda hamma odamlarni darhol chiqarib etar ekan. Namoz vaqtidan boshqa hech kimning kirishiga ruxsat yo'q ekan. Masjidning ichida hech bir islomiy xat yoki belgi yo'q ekan. Hatto biz kelishdan burun to'rdan qarg'a vaqtimizda mush masjidning sirtida la ilaha illalloh degan xat bor edi. Lekin hozir u xat yo'q. O'rniga Xitoyning bayrog'ini esib qo'yibdi. Biz borgan masjidlarning teshlik tomlariga davlatning birligi dindan muhim degan o'xshash shuarlar yozilgan ekan. Nation is more important than religion or something like this. Anas bilan Sinan har ikkisi o'xshashlar bu yerda hayotidagi eng g'alati bir qatimliq juma xutbasini anglaganligini bildirdi. Anas o'qilgan xutba haqida to'xtalib mundaq dedi. Çince yapmıştı o şeyi, hutbeyi. Biz demiştik bu Çinli. Sonra Uygurca konuşmaya başlayınca Xutbani boshda Xitoycha o'qidi. Biz imom Xitoy o'xshaydi deb o'yladik. Keyin Uyg'urcha o'qishga boshladi. Yana bir narsani qo'shimcha qilib qo'ysam, bizni mushu masjid beringlar deganning sababi chet elliklar faqat mushu masjidda namoz o'qiy olishi kerak. Masjidda asosan Pokistonlik, Afg'onistonlik kishilar bor edi. Uyg'urlardan 10 necha yashagan kishi bor edi. Yoshlar yo'q. O'tganda Xaqon Fidan ziyorat qilgan masjid dal biz borgan mushu masjid ekan. Surat va videolar qarsam, Xaqon Fidan borganda masjid va masjiddagi gilamlar pak-pokiz turdi. Biz borgan vaqtdagi bilan tamoman o'xshamaydi. Juma imomning qilgan xutbasiga kelsak, imom gapini vatanni suyish imonning jumlasidandir deb boshladi. Men ancha-muncha Uyg'urcha o'rgangan va turkcha bilan Uyg'urcha xili yaqin tillardan bo'lg'achqa, imomning deganlarini asos jihatdan tushundim. Uningdan keyin Kompartiyaga itoat, Allohga itoat qilgan bilan o'xshash, davlatimizning mushundaq yaxshi bo'lishi Kompartiyaning va doimiz Shi Jinpingning bo'lganligidandir. Bizni mushundaq yaxshi kunga erishtirganlik uchun rahbarimiz Shi Jinpingga rahmat aytamiz degandek din bilan hech aloqasi yo'q siyosiy gaplarni qildi. Ular dinni xitoychilashtirib bo'libdi. Gapning orasida Alloh deb qistirib qo'ymagan bo'lsa edi, tövbe estağfurullah. Men u yerda Shi Jinpingni Tangri deb va'z aytyotdi deb tushungan bo'lardim. Ya'ni ular dinni ashu darajada xitoychilashtiribdi. zaten Çinleştirmişler. Hani Allah kelimesini söylemeseydi her şey ben yani, tövbe orada Tanrı'nın Xi Jinping olduğunu inanabilirdim yani. O kadar. Shuning bilan bu yoshlar bundaq imomning orqasida o'qigan namoz qabul bo'lmaydi deb mehmonxonalarga qaytibdi. Ular Urumchida 2 kun turish jarayonida asosan turli sabablar tufaylidan faqat sayohatchilar aylanadigan yerlardan aylana olibdi. Ular bu xil sayohat markazlaridan sirtqa chiqib, Urumchining normal hayotini ko'rolmaganligidan afsuslanganligini bildirishdi. Anas Urumchi haqidagi ziyoratimizning oxirida ko'cha aylanish jarayonida uchragan bir voqeani so'zlab berdi. Uning aytishicha, ular ko'cha aylanib ketib borsa, ko'chada bir do'konning oldida usul o'ynayotgan bir kishiga uchrabdi. U kishi bularning turk ekanligini bilgandan keyin tuyuqsizlar Anasning qo'lidan qattiq tortib, uni o'ziga yaqinlashtirgandan keyin, "Mening akam 1 yil bo'ldi ichida" debdi va darhol qo'lini qo'yib deb usulini davom qilibdi.
Anaslarmı nima deyishni bilolmay asta-asta u yerdan uzoqlashibdi. Anas hozirgacha ashu kishining ko'zlaridagi chorisizlikni unutolmaydiganligini, ashu kun xayoliga kirib qolsa, qo'lining hozirmi titraydiganligini aytdi. U G'uljidagi ashu qo'shnisi 30 yildan beri yo'qolib ketgan Uyg'ur bovay va yo'lda qo'liga esilgan Uyg'ur yigitning xuddi dunyoga deb qo'y, ular bizni unutib qolmasin deganda qilib bu gaplarni o'ziga aytgandek his qiladi ekan. Sinan oxirida G'ulja va Urumchini ko'rgandan keyingi hissiyotini xulosalab mundaq dedi. Again, I would just repeat myself. Big city, everything when it comes to Uyghur culture is just touristic. Qayta desam, cho'ng shaharlar ekan. Lekin Uyg'urlarning madaniyati bo'lsa faqatla sayohatchilar ko'rsatilgan va ularning ko'ngil ochadigan sahnadagi o'yinga o'xshab qopti. Mening bularni ko'rib ko'nglim bek yerim bo'ldi. O'zingizning musulmon turk qarindoshlaringizni bundoq ahvolda ko'rish haqiqatan bek echinishliq. Xitoy sayohatchilar uchun Uyg'urlarni usulga soldi ekan. Ondan minglarcha Xitoylar ularni rasm va videolarga tortib ko'ngil ochdi ekan. Uyg'urlarning necha ming yillik madaniyatining sayohatchilar uchun xizmat qiladigan bir ko'ngil echish vositasiga aylantirilishi bek echinishliq. Desam tilim kuydi. Qarindoshlarimizga xuddi hayvonotlar bog'chasida hayvonotlarga, bog'chalardagi o'yin qo'yib kishini kuldiradigan serikchilarga o'xshash muomala qilindi ekan. Uningdan boshqa necha ming yillik tarixiy masjidlar, diniy bilimlar o'rgatilgan madrasalar hozir sayohatchilar aylanadigan xotir buyumlar do'konlariga, ko'ngil echish so'rinlariga yoki qahvaxonalarga aylantirilibdi. We see it's in the shape of a mosque. We see there was a minaret, but now it's just like coffee shop or something like this. Chinese tourists having fun inside. Anas bilan Sinan va ularning do'stlari bek diqqat tortmaslik uchun ancha-muncha Xitoylar bilan rasmga tushib, YouTuber qiyofatiga kirib, Urumchidagi safarni sog'-salomat tugatgan. Ular 5-oyning 25-kuni safarning keyingi bekiti bo'lgan Turpanga qarab yo'lga chiqqan. Oldingi qitimliq programmamizda Germaniyadan Uyg'ur eliga sayohatga borgan 4 nafar turk yoshning sayohatining tunji bekiti bo'lgan G'ulja va Urumchidagi kechirmishlarini anglatgan edik. Programmamiz ijtimoiy taratqularda keng tarqalgandan keyin bu vaqtda turli fikr qarashlar o'tirg'a chiqqan. Bu vaqtdagi bir qism inkaslarda Germaniyadagi bu turk yoshlar ijtimoiy taratqu cho'lpini bo'lish uchun Xitoyning zulmiga uchrayotgan Uyg'urlarning hayotini normal qilib ko'rsatib, Xitoyning tashviqotini qilyotidi degandek fikrlar maydonga chiqqan. Anas Kapli va Sinan Chobanning radiomizga aytishicha, ularga ijtimoiy taratqular orqali dunyoning har qaysi joylaridan har xil shakldagi, hatto haqorat va tahdid xarakterli uchurlarmi kelgan. Ular Uyg'ur elidagi safarini tamomlab, O'zbekistonning Buxara shahridagi Ragiston maydonida qad ko'tarib turgan tarixiy imoratlarning oldida lapildatgan ay yulduzliq ko'k bayroqning videolik ko'rinishini Instagramda tarqatgan. Bu videoning ostiga har turli inkaslar tushgan. Undaqda bu turk yoshlarning bu qitimliq Uyg'ur eli safari rostilla Xitoy tarafidan o'rlashtirilgan bir qitimliq tashviqot sayohatimi? Ular nima uchun Buxarada ay yulduzliq ko'k bayroqni lapildatdi? Tövəndə bu suallarning javobini ularning o'zidan anglab baqayli. Assalomu alaykum. Programmamizga xush keldinglar. Sizlarni oldingi qitimliq 2 programmamiz orqali radio anglovchilarimiz xeyli tonib qoldi. Shunga udilla sizlar haqida eng jiq so'ralgan savollardan boshlay. Anas, siz Instagramda ay yulduzliq ko'k bayroqni lapildatgan bir videoni ham bahirladingiz. Buningga tushgan inkaslarga qarasam, ko'pincha kishilar sizni tor cho'lpini bo'lish uchun yurtini seg'inib turgan kishilarning hissiyotidan foydalandi deb yozibdi. Bu xil inkaslarga siz nima deysiz? Hayır, tabii ki fenomen olmak için değil veya Yo'q, albatta tor cho'lpin bo'lish yoki Instagram tarqatgan dasrimning ko'rilish qitim sonini oshirish uchun emas. Men ko'k bayroqni Sharqiy Turkistondan chiqib O'zbekistonning Buxara shahriga kelganda ochdim. Chunki bu shaharni Qashqarning qo'sh kezgidek his qildim va shu yerda lapildisa xuddi Qashqar lapildagandek tuyg'uda bo'ldim. Buxara turk dunyosi uchun ma'naviyati nihoyat muhim bir shahar. Sharqiy Turkistonning ay yulduzliq ko'k bayrog'ini tek nurg'un odam bilmaydi. Shunga men qayerga borsam, ya'ni dunyoning har qaysi joylariga mashhur joylarga, masalan, Nyu-York, Parij, Tokio, hatto Moskvaga borsam, kishilarning diqqatini tortadigan yerlarda ay yulduzliq ko'k bayroqni lapildatman. Ya'ni ay yulduzliq ko'k bayroqni ko'rganlarning qallasida ay yulduzliq turk bayrog'i, lekin ko'k. Acaba nima ishqa yoki bu qaysi davlatning bayrog'idir degandek savollarni tug'dirish. Mening uchun Sharqiy Turkistonning bayrog'ini yechish cho'lpon bo'lish uchun emas. Bunu hiç hayalimgim keltirip bakmadım. insanlar hakkında bu soru işaretini getirebilmek için ve ben bunu öyle paylaşmıştım. Yoksa fenomen olmak için veya şey olmak için değil. Hiç bu yönden düşünmedim açıkça söylemek gerekirse. Sinan, mushu sizlarni Xitoyning Xushal Uyg'ur tashviqotini qilyapti degandek inkaslarga siz qanday javob berasiz? Ya bu sorunun cevabı aslında çok kolay. Biz kendimizi ne kadar çok riske atabiliriz ki? Bu savolning javobi aslida bekla oddiy.
Biz u yerda qandaq qila olaydik? U yer Xitoyning kontrolligida. Agar u yerda ko'rganlarimizning hammasini ijtimoiy taratqular tarqatsak, bizdek Germaniya fuqarolariga qanchalik xatar bor. Bu haqda bir nima deyolmaydik. Shunga ahvolga qarab to'g'ri qaror chiqarishimiz, har kuni atrofimizda aylanib yurgan fuqarochikingan soqchilardan nazar elishimiz kerak edi. Meningcha ular cho'qim bizning ijtimoiy taratqularimizni tekshirib bo'ldi. Shunga biz Sharq Turkistondan chiqib ketguncha sezgur temalarni, ya'ni siyosatga, dinga doir narsalarni hambarlamaydigan, faqat normal sayohatchidek yegan ichganlarimizni, sayohat yerlarini chiqardiganga qaror qildik. Mening Instagram betim kirsangiz, boshdagi to'plab qo'ygan videolarga qarasangiz, rostilla hamma narsa normal, hammaylar xushal ko'rindi. Aşı videolarni hambarlaganda bizga dunyoning har qaysi joylaridan ajoyib jiq uchur keldi. Biz u yerda zulm bor deb biletdik. Qarasak hamma narsa normal deb qo'ydi. Sharq Turkistondan chiqib bo'lgandan keyin hambarlagan ikkinchi topdagi videolarimda ondan keyin haqiqiy ahvol o'tirg'i chiqdi. O'ylab baqing, u yerda harbiy soqchilarning, soqchi mashinalarining va soqchixonalarning rasmini tortish cheklangan. Ammo biz bir shaklda tortdik. Yerli kishilar bilan paranglashma aslida kontrol qilingan. Biz yana ularni ziyorat qilishning yo'lini topdik. Deganimdek, u yerdagi vaqtimizda sezgur bo'lmagan temalarni qaytgandan keyin hammasini hambarlaymiz deyishgan. Ham ashunda qildik. Mencha bu mantiqli. Ya ve dediğim gibi bizim kararımız buydu. Gideceğiz. Oradayken normal hani hassas olmayan şeyleri paylaşacağız. Döndükten sonra her şeyi paylaşacağız ve bence bu çok mantıklı. Aşu sizlar Buxarada açqan ko'k bayroqning bir hikoyasi bor ekan to'q. Anas, xohlasangiz bizga aytib beramsiz? Bu bayram biraz uzun bir hikayesi var. Ben geçen sene gittiğimde dediğim gibi çok Uygur'la tanışmıştım. Bu bayroqning bir hikoyasi bor. Ya'ni men o'tgan yili Sharqiy Turkistonga borganda tatgan videolarimni Instagramda tarqatgandan keyin ijtimoiy tarmoqlar orqali dunyoning har qaysi joylariga nurg'un Uyg'ur bilan tanishdim. Ularning orasida Toshkentdan bir Uyg'ur kishi bor edi. U kishi o'zining Sharqiy Turkistonning Xotan shahridan O'zbekistonga yerlashib qolgani uzun bo'lganligini, mening videolarimni ko'rib o'zining yurtiga borgan kishini, ya'ni meni uyiga mehmon qilib olishni umid qilganligini aytib ching turdi. Keyin men O'zbekistonga bordim va faqat shu kishi bilan ko'rishman deb o'ylagandim. Ammo ajoyib esil 3 nafar Uyg'ur akalar bilan tanishdim. Ularning hikoyasi bak echinishli edi. Ularning hammasi aslida Xotandan oid boy oilaning bolalari ekan. 2009-yili ko'rgan bilganlardan keyin u yerda yashag'ili bo'lmaydiganligini his qilishib, yurtdan tashlab bir amal qilib Turkiyaga keldi. Ular 2009-yili 7-oyning 5-kundan keyin butun Sharqiy Turkistondagi tor uchur kontroliga tufaylidan bilinmagan. Urumchida va boshqa yerlarda yuz bergan echinish voqealarini Turkiyaga kelib o'sha yerda to'rdan ko'rdi. O'zlarining ko'k bayrog'i bilan tunji qatim Turkiyada o'ynashdi. Sharqiy Turkistonning tarixini shu yerda o'rgandi. Keyincha tijorat bilan O'zbekistonda yerlashib qoldi. O'zbekiston Turkiyaga o'xshamaydi. Yanıla ehtiyot qilib yashapti. Ashu Uyg'ur aka mendan O'zbekistonga kelganda bir ko'k bayroq og'ash kelishimni talab qilgandi. Men dedimki, albatta ko'k bayroq, bo'lmasa ol bayroq bo'lamdi. Albatta og'ash barman degan edim. Mening Buxoroda chiqqan ashu bayrog'im amaliyotda ashu Uyg'ur akaning omonati edi. U omonat bayroqni u akaga berdim. Alloh shohidki, bayroqni olganda uchaylan ixtiyorsiz yig'lab ketdi. Deganimdek bu bir omonat edi. Yani bir Uygur kardeşimge özünün amanetini topşırıp bergen buldum. O yüzden dediğim gibi bu bayrak bende bir emanetti. Türk kardeşimden bir Uygur Türk'ü kardeşime kendi öz emanetini götürdüm, vermiştim. Sizlar tarqatgan videolarga qaraganda boshdan oxiri beshinglardan do'ppini tushirmadinglar. Sening mushaqdagi o'ylaringizni bir anglab bakkan bo'lsak. Doppayı da yaşlıların giydiği bir aksesuar olarak görmemek lazım. Do'ppini faqat yashangan kishilar kiydigan bosh kiyimi deb qaramaslik kerak. U bizning kimlik ko'rishimizning simvoli. Hatto diniy nuqtadan qaragandimi, odatda boshqa mushundaq bir do'ppi kiyilish bir sunnatdir. Xuddi falastinliklarning zulm qarshi turish ko'rishida kafiya bir simvol bo'lgan bo'lsa, Sharq Turkiston va Uyg'urlar uchunmi bu do'ppi kiyish ashunda qarshilikning bir xil ifodasi. Boshdan oxir deb kelayotganimizdek, bizning tilimiz bir, dinimiz bir, millatimiz bir ve bayrağımızmı bir. Bütün Türk dünyasının bayraklarına qarab baxsaq, Türkiye'nin qon rengideki ay yıldızlıq bayrağına en oxşaydigan ay yıldızlıq kök bayraktır.
Biz uchun bizning bayrog'imiz qanchalik muqaddas bo'lsa, ko'k bayroqmi o'xshash darajada muqaddasdir. Hozir Yevropada elib berilayotgan futbol musobaqasida Turkiyaning bayrog'ining yanida har yerda ko'k bayroqni birga ko'rgili bo'ladi. Biz hech qachon davlatimizning bayrog'ini yerga qo'ymaymiz. Har zaman yuqori o'rinlarga qo'yamiz. Qalbimizda tutamiz. Ko'k bayroqmi biz uchun o'xshash. Bu bayrağı hayatta yere koymayız. Ya hep üstte tutarız. Kalbimizde olur. Aynı zamanda bunlar da gök bayrağı da geçerlidir. Mushu ijtimoiy taratqulardan kelgan savollarning ichida sizlarga eng ta'sir qilgan savol qaysi? Nima uchun? Evet, biz döndükten sonra çok fazla soru geldi ve açıkçası çok üzücü sorulardı. Biz qaytib kelgandan keyin haqiqatan bek jiq savol keldi. Rostini aytganda ko'pinchisini ko'rib ko'nglim bek yerim bo'ldi. Chunki kishilarning tangdan to'lisi Sharq Turkistonning qayerda ekanligini so'ragan edi. Ularning ko'pinchisi Uyg'urlar va Sharq Turkiston haqida bir narsa bilmaydi ekan. Bilganlarmi bek oz biladi ekan. Mushu savol meni bek afsuslantirdi va hozirgacha Sharq Turkiston va Uyg'urlarni shuncha ko'p kishilarning bilmasligi meni bek bearam qiladi. Shunga men atrofimdagilarga va ijtimoiy taratqulardan menga yozganlarga astoydil tushuntirishni burchum deb qarayman. Uyg'urlar Turk dunyosining bizning eng muhim parchamiz. Hammamiz u tuproqlarni coğrafya nuqtasidan va tarixiy nuqtadan cho'qim bilishimiz kerak. Coğrafya olarak, tarih olarak bilmemiz gereken şeyler. Radio anlıqçılarımızga deydigan başqa sözleringlar barmı? Ve inşallah Doğu Türkistan'da bir gün azat olacak. İnşallah Sharqiy Turkiston bir kuni ozod bo'ldi, erkinlikka erishidi. Erkin bo'lganda bu qatim bizni erkin azod mehmon qilsizlar, lag'ma aytib bersizlar. Va inshaalloh u chaqda ko'k bayroqni sizlar bizga deya qilsizlar. Meni Sharqiy Turkiston davosiga oshiq qilgan bir naqshi bor edi. Kurash Ko'sanning Salom danglar vatanga nomli naqshisi. Balkim bilasiz, azroq aytib beray. Bayrak tutkan kollarni süyüp yanaymen. Vatanımdan hidini toymay kuraymen. Oğlum bugün dediğinde selam denla vatenge, selam denla vatenge. Kenede bir gün inşallah. Bu gökte Doğu Türkistan'ın bizim toprağımızın üstündeki gökü temsil eder ve özgürlüğü temsil eder. Kök bayroqning rengi Sharq Turkistonning ustidagi kök osmonni temsil qiladi va erkinlikning simvolidir. Hozir u yerning osmonini qora bulutlar qoplab ketgan bo'lsa-mu, bulutlarning orqasida ko'p-ko'k osmon va osmondagi oy yulduz shu peti shu yerda bor. Qop-qora bulutlar to'sib olgan bo'lg'achqa biz hozir ko'rolmayotimiz. Lekin ishonamanki, kurashlarimizni to'xtatmasak, oxirgacha g'ayrat qilsak, bu qora bulutlarmi yo'qaydi. Ko'k bayroq qaytadan o'zining osmonida lapildaydi. Inshaalloh. Agar nishonga yetimiz desak, hamma ishimizni astoydil planlab qilishimizga to'g'ri keladi. Bir kishi yoki bir qancha kishi bilan ish hal bo'lmaydi. Meningcha cho'qim to'plum sifatida birlashib, hamkorlashib, eng unumli qaysi bo'lsa, shu yo'lda birlikda mangandila ondan nishonga yeta olamiz. En mantıklı ne olabilir? Sadece böyle başarılı olabiliriz. Enes Kaplı va Sinan Çoban qatarliq Germaniyalik 4 yosh Urumchidagi safarni sog'-salomat tugatgandan keyin 5-oyning 25-kuni poyezd bilan safarning keyingi bekiti bo'lgan Turpanga qarab yo'lga chiqqan. Ular Turpan bekatga kelgandan keyin o'xshashla qattiq tekshirishdan o'tgan. Enes bu vaqtda to'xtalib, chegaradan kirgandan buyon har kuni, har yerda nihoyatda ko'p tekshirishlardan o'tgan bo'lg'achqa, agar biror yerda tekshirilmay qolsa, g'alati tuyuladigan holga kelganligini aytdi. Ularning deyishicha, saqchi ekanligi nihoyatda aniq bilinib turadigan buxrachi kiyingan bir qancha saqchi ular Turpanga tushgandan boshlabla ularning keyniga tushib nazorat qilishga boshlagan. Ular poyezd stansiyasidagi tekshirishdan o'tgandan keyin taksi to'sib Turpan shahar markaziga bormoqchi bo'lgan. Ularning aytishicha, taksi shoferi boshdan nihoyatda qizg'in muomala qilgan. Keyin oraliqda bir telefon qabul qilgandan keyin jimib ketgan va lamjim demasdan ularni manzilga yetkazib qo'yib, nihoyatda sovuqli xo'shlashib ketib qolgan. Anas shahar markaziga kirish yo'lida benormal bir manzarani ko'rgan. U chandurmasdan do'stlariga bu yerdagi qumliq manzarasining nihoyatda go'zalligini,
o'zining yo'lda yugurayotgan holatini rasmga tortib qo'yishni aytib mashinadan tushgan. Uning aytishicha, u aslida yo'lning har ikki qasnig'idagi bepoyon cho'llikning o'ttirisida minglarcha kishining ishlayotganligini ko'rgan. Cho'llikdagi etizliqlarda ishlayotgan kishilar asosan yoshlar bo'lib, ularning atrofida tanka va soqchilar bor ekan. Anas va do'stlari ularni soqchilar lageridan yolab ekilib, majburiy emgakka selayotgan kishilar bo'lishi mumkin deb faraz qilishgan. Ular shofirga chandurmasdan o'zaro kulgi chaqchaq qilishib mashinaga chiqishgan. Ammo ularning hammasining uni ichiga tushib ketgan. Anas ziyoratimiz jarayonida qaytadan ashu manzarani tasvirlagandan keyin qumliq to'plarda ishlayotgan minglarcha kishini ko'rib, xuddi o'z aka inisining bepoyon cho'lning o'ttirisida qulluqqa selinayotganligini ko'rgandek bo'lib, ko'nglining intayin g'ash bo'lganligini aytdi. Ular Turpan shahar markaziga kirgandan keyin taksi shofiri nihoyat sovuqli xo'shlashib ketib qolgan. Anas taksidan tushibla o'tgan yili kelganda ko'rgan kichik bozorning yo'qligini, üzüm va boshqa yemak-ichmak sotgan Uyg'urlarning g'oyib bo'lganligiga diqqat qilgan. U hatto men o'tgan yili bu bozordagi Uyg'urlar bilan paranglashganligim uchun ular tutilib ketganmidi deb gumonlanib, atrofga astoydil qarab chiqqan. O'tgan yili o'zini bu bozorga akilib qo'ygan taksi shofirining yiroqdan o'ziga qo'l pulanlatganligini ko'rib, bu kishi saq bo'lgan bo'lsa, demak boshqa bir sabab bilan bozor taqalgan bo'lishi mumkin deb o'ylab, ko'ngli joyiga tushgan. Sinan va do'stlari o'zimi mashhur bo'lgan Turpanda Uyg'urlardan üzüm elish uchun atrofni aylangan. Ammo u yerda tijorat qilayotganlarning hammasi degidek Xitoy bo'lib, Turpandagi qadimiy Uyg'ur shahrida üzüm sotgan biror Uyg'urni ko'rolmaganligidan nihoyat hayron qolgan. Ular Turpan shahar markazini biror qur ko'rgandan keyin plani bo'yicha Tuyuq yezisini ziyorat qilgan. Sinanning bildirishicha, u Uyg'ur eliga oid ma'lumotlar ichida Turpan haqidagi uchurlar uning diqqatini bakrak tortgan. Ya'ni mashhur Ashabul Kahf mazari joylashgan Tuyuq yezisida yeshil munarlari qad ko'tarib turgan masjidlarni cho'rdab o'ltiraqlashgan yerlik Uyg'urlarni ko'rishni umid qilgan. Sinan Tuyuq yezisini ko'rgandan keyin ko'ngli bakmi yerim bo'lgan. Hatta g'azablangan. Ondan sonra Tuyuk Village'e gittiğimizde ben onu düşündüm. Hani kimse kalmadı artık. Hani empty, abandoned. Tuyuq yezisiga borganimizda tashlanib qolgan bir kentni ko'rdik. Ko'ch-ko'ylarda, uylarda odam yo'q edi. Men o'z-o'zimdan to'xtamay, bu uylarda, bu mahalda yashagan kishilar nega ketdi deb so'raydim. Bu ko'rganlarim Uyg'urlarning lagerga solinganligi haqidagi xabarlarni esimga soldi. Instagram, YouTube'lardan ko'rgan Sharqiy Turkiston haqidagi ko'rinishlarga faqat o'xshamaydi. Aslida islomiyat uchun nihoyat yuqori bo'lgan bu makonning hozirgi manzarasi bekli g'alit edi. Men do'stlarimga degandim, maxsus Tuyuq kenti haqida alohida bir video ishlamoqchi bo'lgan. Lekin ko'rganim faqat sahna kiyimlar shaklidagi kiyim-kechaklarni kiyib, u yoqdan bu yoqqa yurgan sayohatchilar, ularning atrofida yurgan fotografchilar. Ya'ni butun kent xuddi bir film ishlanayotgan sahnaga o'xshaydi. U yez faqat sayohatchilarning qadimiy shahar xotira rasmiga tushadigan yerga aylantirilibdi. Instagram'dagi mushturki videolar qarsangiz bek payz ko'rindi. Shundaqku. If you watch the reel on Instagram, it looks so nice, right? Ma'lum bo'lishicha, Tuyuq tarixda Turpan o'ymonligidagi buddizm madaniyati va ming uy tam rasmlarining qoldiqlari saqlanib qolgan muhim joy bo'lib qolmasdan, balki yana islomiyatdan keyin O'rta Osiyoga mashhur bo'lgan Ashabul Kahf mazari joylashgan joydir. Shuning uchunmi Tuyuq mazari Uyg'ur elidagi eng mashhur mazarlarning biri bo'lib hisoblanadi. Ular Tuyuq kentidagi masjid va mazarlarni ko'rish uchun atrofni aylanib chiqqan. Sinan ko'rganlar haqida to'xtalib mundaq dedi. And we went there, old mosque. Mosque is closed. It's abandoned. There is nobody. Nobody lives there. All of the mosque. Biz bu yerdagi qadimiy masjidlarning oldiga bordik. Lekin masjidlar taqoq edi. Tashlanib qolg'ili uzun bo'lganligi chiqib turadigan bo'lib, xarobilikqa aylangandi. Barliq masjidlarga islomiy xatlar va belgilar butunlay buzib etilgandi. Uningda ko'z bilan ko'rgil bo'lgan biror tal islomiy belgini topqil bo'lmaydi. Biz cho'ng yo'ldan chiqib orqa ko'chalarga kirib baqdik. Bu ko'chalarda tashlanib qolgan uylar bor edi. Biz ichiga kirdik. Burun odamlar yashaganligi bilinib turgan uylarda hozir hech kim yo'q edi. Bu yerdagi odamlar nerede? Uningdan keyin bu uylarning yanada bir mozorlikni ko'rdik. Yiroqda bir soqchi mashinasi to'xtatib qo'yilgan edi. Biz kirishga ruxsat qilmamdi bilmaydik. Lekin nim bo'lsa deb kiraverdik. Mozorlik bekli xonavayro edi. Ba'zi qabrlar echib etilgan edi. Biz bu yerda ozroq Qur'on o'qishni qaror qildik. Chunki oxirgi qatim bu yerda qaysi vaqtda Qur'on o'qildi, buni bir Alloh bildi. Hatto bu yerda yotganlar uchun kim oxirgi qatim duo qilgandi deyishdik. Bizning osh qatimliq mazor ziyoratimiz haqiqatan ko'ngilni g'ash qilgan bir kechirmish bo'lgan edi. Making a dua for these people. Again, it was very sad experience also. Ular yana Tuyuq kentida tarixini bilgili bo'lmaydigan, o'rilib ketgan xarobliqlarda telefonlarini ko'tarib yurib, naq maydon qilayotgan to'r cho'lponlarni ko'p uchratgan.
Anas videosunu tartqan bir masjidning holatini tasvirlab mundaq dedi. Bildiğin cami çöplük halindeydi. Caminin içi zaten bakımsızdı. Bayağı bakımsız bir camiydi. Masjid rasmiy bir axlatxonaga aylanib qolgan edi. Ko'rinishi bekli vayrona, ya'ni biri tashasi o'rilib tushadigandak turibdi. Hatto ichidan shundoq sesqiroq kelibdi. Sinanning degandek, masjidlarning oldida Xitoy ayollar yerim yalang'och kiyimlar bilan har xil shaklda rasmga tushyotdi. Ya'ni qizlarning or-nomusini qo'g'dash uchun urush qilib, davlat qurgan bir xalqning yurtida bugun uçqaşkara numussizlik qilinyotdi. Namus için devlet kuran insanların bir halkın ülkesinde şu an namussuzluk yapılıyor. Yani Ular Tuyuq yezisidagi ziyoratini tugatgandan keyin Turpan shahar markaziga qaytish uchun yo'lga chiqqan. Ular Tuyuq kentidan bir qancha kilometr yiroqlikdagi yo'l bo'yida harbiy mashinalar, tanklar va harbiy tikucharlar bilan sayohat qilg'ili bo'ladigan bir sayohat o'rnini ko'rgan. Ularning deyishicha, harbiy kiyim kiygan xodimlar sayohatchilarni harbiy mashinalar, tanklar va harbiy tikucharlar bilan atrofdagi qumliqni aylantirib sayohat qildirdi ekan. Sinanga bu sayohat o'rni nihoyatda g'alati bilingan va qattiq bearam bo'lgan. To be honest, like a weird movie. Rostni aytganda bu nihoyatda g'alati bir filmga o'xshaydi. Bu o'rin bilan biz bir necha soat burun ko'rib kelgan Tuyuq kentining orlig'i ancha uzoq emas. Xitoylar reallikda yashamaydi ekan. Ularning o'z yasab olgan saxta bir dunyosi bor ekan. Men mushundaq his qildim. Ya'ni u yerda bir bostirishning borligi shunchalik aniq. Lekin u Xitoylarning uning bilan hech kori yo'q ekan. So clear, but they are so okay with it. Shundaq qilib, ular yo'l bo'yidagi ashundaq g'alati manzarlarni ko'rgach, yo'lini davom qilgan. Kunmo xeli kech bo'lib qolgan bo'lib, qorong'ulikda ketayotganda cho'lning o'ttirsida yiroqdan chiroqlar yeniq turgan binolar ko'ringan. Ular boshda bu yerda aholilik binosi bor o'xshaydi deb qiziqishib qarashgan. Ular injiklab qaragandan keyin sim to'saqlar bilan o'ralgan egiz tomlarni, tomning to'rt bulung'iga egiz qilib selingan qarabul uylarini, egiz tomning oldida turgan tanklarni ko'rgan. Atrof qorong'u ham orliq xeli yiroq bo'lg'achqa, ular ashu qo'rshilgan tomning ichida qancha binoning borligi to'g'riliq aniq bir nima deyolmadi. Taxminan 5 qavatlik binodan 3-4 borligini bildirdi. Anasning aytishicha, u lagerlar haqidagi xabarlarni xeli burunla anglagan bo'lg'achqa, bu o'rinni lager deb jazmlashtirgan. U taksi shofiriga chandırmaslik uchun ko'z ishorati bilan do'stlarini ovoz chiqarmaslikka ogohlantirgan. Ular keyin bu o'rinni Google xaritasidan tekshirgan. Ularning deyishicha, Google'da ashu o'rinni ko'rsatadigan nuqtaga yosh talantlilar binosi deb yozilgan ekan. Sinan bu o'rinning ashu harbiy mashina, tanka, tikucharlar bilan sayohat qilish o'rniga mangadigan yo'lning ustida necha kilometrli yiroqda ekanligini yana bir qatim ta'kidladi. Anas va Sinan qatorliq 4 yosh Turpandagi bu bir kechani ig'ir xiyollar bilan nihoyatda tasda o'tkazgandan keyin 26 may kuni Aqsuga qarab yo'lga chiqdi. Anas Kapli va Sinan Choban qatorliq germaniyalik 4 nafar turk yosh 26 may kuni poyezd orqali Turpandan Kuchaga qarab yo'lga chiqdi. Ular bilet olganda ayrim vagonlardan yer chiqqan bo'lg'achqa, ayrim vagonlarga yerlashgan. Ular poyezdga chiqqanda qattiq tekshirishdan o'tgan bo'lsa-mu, poyezdda boshqa vagonga o'tmoqchi bo'lganda pasportlari yana qurolliq saqchilar tomonidan qayta tekshirilgan. Ular ziyoratimiz davomida hatto hojatxonaga o'tsa-mu, qaytadan pasporti tekshirilganligini aytib kulishib ketishdi. Ularning deyishicha, poyezdda asosan Xitoylar bor ekan. Ular 9 soat ichida 2 vagonning orlig'ida necha qatim tekshirishdan o'tib, shu kuni kechda Kuchaga yetib kelgan. Ular bu qitim Kuchaga kelishdan burun turadigan mehmonxonasini oldin buyurtgan bo'lg'achqa, yotoqqa o'rilishda chatoq chiqmagan. Ular G'uljidan boshlabla har yerda har xil shakllardagi saqchi nazoratini ko'rgan. Halbuki ularga nisbatan eng uchiga chiqqan va ochiq oshkora nazorat Kuchadan boshlangan. Kuche'yle başlayalım çünkü Kuche'de bütün her şey Kuche'de başlıyor. ya Kuche'de zaten başladı. Zaten film Kuche'de koptu. Ular atis etganda Kuchaning shimolidagi Qizil Ming'oylarga berish uchun taksi saqlab turganda mehmonxonaning oldiga nihoyatda esil kichik mashinadan biri kelib to'xtagan. Ular shofir bilan pulini deyishib yo'lga chiqqan. Ular boshda turkcha, uyg'urcha aralashtirib shundoq qizg'in paranglashib mangan. Hatto telefondan uyg'urcha, turkcha naqshlarni qo'yib billa aytishgan. Lekin shahar markaziga yaqin qolganda shofirga bir telefon kelgan. Qarshi tarafdan bir ayolning ovozi anglangan bo'lib, u ayol shofirdan qayerga bordiganligini so'ragan bo'lsa kerak. Shofir Anaslar bordigan joyning ismini aytgan. Shofir shuningdan keyin lamjim demagan. Ular Kucha shahar markazida sayohatchilarning kirishiga echitilgan bir muzey shaklidagi masjidga kirgan. Bu yerda 2 saqchi kelib, ularning pasportini tekshirgan va suratga tortgan. Ularning deyishicha, bu masjidmo Turpandagi Tuyuq kentida ko'rgan masjidga o'xshashla vayrona holatda ekan. Anas bu masjidni tasvirlab mundaq dedi. Mescitten içeriye girdik ki yani mescitle alakası yoktu. Masjidning ichiga kirdik. Bu yer hech masjidga o'xshamas qilib bilgan edi. Masjidning tomlariga yozilgan oyatlarning hammasi ustidan oq sir bilan sirlab bilgan edi.
Qurib ketgan sirlarning orasidan arabcha xatlar ko'rinib qolgan edi. Tomlarning gej suvoqlarimi to'kilib ketgan bo'lib, bakli vayrona holatga tushib qolgan ekan. Ba'zi Uyg'ur uylarini ko'rgan edik. Turistiki Uyg'ur uslubidagi naqshlarni taxtay bilan to'sib o'tibdi. Bu masjidning ichidagi ba'zi yerlarni ashundoq taxtay bilan to'sib qo'yibdi. Menimcha, agar bu masjidga hech kim ko'ngil bo'lmay, mushu peti qolsa, 1-2 yil qolmay o'rilib ketgidek. Aslida bu masjidga hech kimning kirib namoz o'qishiga ruxsat qilinmaydi ekan. Ve belki böyle devam etse 1-2 sene yıkılabilecek bir duruma gelmiş camiydi. Zaten kimsenin namaz kılmasına izin verilmiyordu. Ularning deyishicha, bu masjidning o'ylisi xeli cho'ng bo'lib, o'ylining ikki tarafida qaramoqqa madrasaga o'xshaydigan kichik uylar bor ekan. Ammo hozir bu uylarda to'xu, kaptar va boshqa uy hayvonlari beqiladi ekan. Ular masjiddan chiqib, atrofdagi do'konlarni aylanishga boshlagan. Bu jarayonda atdeganda o'zlarini bu yerga akilib qo'ygan taksi shofirining ularga agishib yurganini bayqagan. Ular yana aylanishni davom qilgan. Ular ko'chada Xon saroyi deb ataladigan bir saroyga kirgan. Anas saroy haqida mundaq dedi. Koçada bu eski Han Sarayı var. Uygur hanlarının saraylarından bir tanesi. Ko'chada Uyg'urlarning qadimki bir xon saroyi bor ekan. U yerga bordik. Ammo saroyni xuddi Xitoyning kinolaridagi qadimki Xitoy imperatorlarining saroyiga o'xshatib yasab qo'yibdi. Har yerda Xitoycha xatlar yozilgan bayroqlar esiqliq edi. Bu yerni ko'rganlar hargizmi buni bir Uyg'ur xonning saroyi demaydi. Bu yer xuddi kinolardagi Xitoy beg valiylarining saroyidek bezalgan. Şimdi valinin sarayı demiş gibisine. Keyincha taksi shofiri yo'qolib ketgandan keyin boshqa normal kiyingan 3 kishining ular qayerga borsa shu yerda paydo bo'lib qolganligini sezgan. Sinan va Anaslar hatto ularning o'zlariga agashgan yoki agashmaganligini bilish uchun orqasiga qaytib mangan. U kishilarmi darhol ularning orqasidan agishib mangan. Ular bir yer tepib o'ltirganda, u kishilarmi yo'lning bo'yida ularga qarab turgan. Anas ularning hech o'zlarini yo'shirmasdan ochiq oshkor holda o'zlarini nazorat ostiga olganligini aytdi. Onlar da köşede biziz diyorlardı. Ular bir bulungda bizni kuzatib turibdi. Bek kesbi ko'rinmaydi. Hatto bizni ko'rdinglarmi? Sizlarni kuzatyapmiz. Harakatlarga diqqat qilinglar degandek paqirab qarab turibdi. Bizmi haqiqatan harakatimizga diqqat qilishimiz kerakligini his qildik. O hissiyatı vermek istiyorlardı. Ki verdiler de zaten. Taksi shofiri keyin yana paydo bo'lgan va ular qayerga borsa, keynidilla agishib yurgan. Ular agar bir magazinga kirib biror narsa sotib olgan bo'lsa, taksi shofirining darhol ularning orqasidan kirib, prikazchikdan bir nimalarni so'rganligini ko'rgan. Sinanning aytishicha, Sinan bir magazinga kirganda, ularga agashgan saqchilarning birisi magazinning yana bir eshigidan kirgan. U qasdan u kishidan inglizcha biladigan yoki bilmaydiganligini so'rab, prikazchik bilan o'zi orasida tarjimonlik qilib berishni talab qilgan. U kishi inglizcha bildiganligini aytib, Sinanning xotir bo'yim setilishiga yordamchi bo'lgan. Orqadan Sinandan qayerdan kelganligini so'ragan. Sinan o'zlarining Germaniyadan kelgan sayohatchi ekanligini aytib, rahmat aytib qo'yib ketib qolgan. Anasning aytishicha, u magazinlarda ishlayotgan Uyg'urlarga Uyg'urcha gap qilganda, ular darhol Xitoycha javob bergan. Atrofdagi Uyg'urlarning asosan Xitoycha paranglashadiganligiga diqqat qilgan. Ular ko'chada Uyg'urcha xatlarni asosan uchratqili bo'lmaydiganligini, bo'lgan taqdirdami nihoyatda kichik yozilganligini ko'rgan. Ular saqchilarning ular gap qilgan, uchrashgan hamma kishini so'roq qiladiganligini his qilib, Uyg'urlarga balo tepib bermaslik uchun shuningdan keyin Uyg'urlar bilan qat'iy paranglashmaslikni qaror qilishgan. Saqchilarning bu xil qattiq kontrolligidan bezar bo'lgan bu yoshlar ko'chadan baldur ayrilishni qaror qilishgan. Ular ko'chadan Aqsuga boradigan poyezdga chiqish uchun mehmonxonadan taksi bilan yo'lga chiqqanda, ularga bozorda agishib yurgan saqchilar mehmonxonadan toki poyezd stansiyasigacha orqasidan so'ngdishib kelgan. Bu saqchilar toki poyezd qo'zg'alguncha bekatda qarab turgan. Anasning aytishicha, poyezdga chiqqandan keyin ular o'ltirgan vagonga bir Uyg'ur saqchi kelgan va atrofda o'ltirgan Uyg'urlarga bu kishi agar sizlarga Uyg'urcha gap qilsa, sizlar gap qilmanglar deb qo'yib ketib qolgan. Shuningdan keyin vagondagi Uyg'urlarning hammasi uxlagan bo'lib olgan. Aqsuga kelgandan keyin ahvol texmo g'alitilashishga boshlagan. Bu ahvolni Anas mundaq bayon qildi. Zaten olanlar Aksu'da ikinci film başladı. Senariyoning ikkinchi qismi Aqsuda boshlandi. Shuncha cho'ng poyezd stansiyasida faqat bir tolla taksi bor edi. Xuddi bizni saqlab turgandeklar. Bu taksining orqasida biri oq ranglik, yana biri qora ranglik ikki mashina bor ekan. Taksi shofiri Uyg'ur bo'lib, u kishining rangi xuddi o'likdek oppoq tatirib ketgan edi. U kishiga saqchilar nimalarni dedi, bir Alloh biladi. Bizga beshini ko'tarib bir og'iz gap qo'ydi. Bizni Uyg'urlar bor bir mehmonxonaga olib qo'yishni aytdik. Bilmayman dedi va bizni kechilik bezmixonaga o'xshaydigan bir kichik mehmonxonaga olib qo'ydi. Biz bu yerda turmaydiganligimizni aytib, boshqa yaxshiroq bir mehmonxonaga olib qo'yishni talab qildik. Boshqa bir mehmonxonaga bordik. Lekin ular pasportimizni ko'riblar bizni qabul qilmadi.
Biz mushundaq qilib 3-4 mehmonxonaga bordik. Hammasi kimligimizni ko'rgandan keyin yer yo'q deydi. Hatto biz Oqsudagi eng cho'ng nihoyat qimmat bir mehmonxonaga bordik. Ularmi o'rin yo'q dedi. Halbuki qaysi mehmonxonaga borsak bir telefon kelishi bilanla o'xshash so'zni takrorladi. Belki de Aksu'nun en pahalı oteliydi ve çok büyük bir oteldi. Bize dediler ki yer yok. Halbuki telefon geliyordu sürekli. Ular oxiri o'zlariga o'rin yo'q degan mehmonxona xodimidan o'rin bor boshqa bir mehmonxona bilan aloqalashib berishni talab qilgan. Mehmonxona xodimi oxiri ularga bir mehmonxonaning adresini bergan va shu mehmonxonaning ularni qabul qiladiganligini aytgan. Ular shu adresdagi mehmonxonaga borgan. Bu qitim mehmonxonadan yotoq olish uchun Sinan o'zi yolg'iz kirgan. Sinan mehmonxonada yuz bergan ishlarni mundaq anglatdi. Şimdi 5. otele geldik. Lobide 2 kadın çalışıyordu. Bu kirganimiz 5. mehmonxona edi. Kutib olish ustulida 2 ayol ishlayotgan ekan. Birisining oldida xaridor bor edi. Men yana birisining oldiga bordim. U ayol Uyg'ur edi. Keynimizdan kelgan 2 kishi darhol yana bir xaridor bilan paranglashayotgan ayolni chaqirib ichidagi bir uyga kirib ketdi. Chiqqandan keyin u ayol mening oldimdagi ayolga bir nimalarni deb ishorat qildi. Mening oldimdagi ayolning darhol rangi o'ngib, qo'l titrab ketdi. U 2 kishi ashu zalda bizga qarab o'tirardi. Men mehmonxona sirtida saqlab turgan do'stlarimning yoniga bordim. Dedimki, bir yaxshi, bir yomon xabarim bor. Yaxshi xabar shuki, bizga bu mehmonxonadan yotilgan yer chiqdi. Yomon xabar shuki, bizga poyezd stansiyadan tortib egashgan 2 soqchi mehmonxona zalida bizni saqlab turyapti. Tren stasyonda geldiğimizde gördüğüm adam otel lobisinde bizi bekliyor. Shundaq qilib, ular mehmonxonadan o'rin topganiga xushal bo'lishgan. Ularning aytishicha, Uyg'ur ayol xodim ularning pasportlarini tekshirgan vaqtda uning qo'li benormal bir shaklda to'xtamay titragan. U ayolning oldida bir varaq qog'oz bor bo'lib, shu qog'ozga qarab ulardan aerodromda so'ralgan savollarga o'xshash savollarni so'ragan. Ular yotoqqa o'rlashgandan keyin derazadan sirtqa qaraganda mehmonxonaning oldida 2 qora mashinaning turganligini, mashinaning oldida 3-4 kishining aylanib yurganligini ko'rgan. Ular bir-biriga tasalli berishib, qo'rqmaslik, telefon va foto apparatlaridagi sezgur rasmlarni bir taraf qilib o'tish, agar ayrim so'roq qilinib qolsa, nimalarni deyish haqida o'zaro maslahatlashib olgan. Ertasi atdiganda ular mehmonxona zaliga tushganda, oqshomga 2 soqchining u yerda o'tirganligini ko'rgan. Ular buncha qattiq kontrollikning ostida put-qo'lini tushib qo'ygandek his qilishgan. Sinan mundaq dedi. Bizim arkamızdaki adamlardan dolayı biz dedik ki burada hani önceden yaptığımız planları insanlarla konuşmayı asla. Bizning oqimizga kirib olgan osh kishilarning sababidan bu yerga kelishdan burun planlagan ishlarimizning hech qaysisini qilmaydigan bo'ldik. Hatto ko'chada manganda hech kimga gap qilmaydigan bo'ldik. Tarixiy yerlarga bormaydigan bo'ldik. Balkim bilasiz, Oqsuda mashhur bir mozorliq bor edi. Hozir o'rniga bog'cha silingan. U yerga berishni plan qilgan bo'lsam-mu, lekin bu planimizni amaldan qoldirdik. O'zimizni nihoyat qattiq kontrolli ostida his qildik. Normal sayohatchidek yep-ichib aylanadigan bo'ldik. Qaysi taksiga o'tsaq har doim bir telefon keldi. Şoför, ma'qul deydi. Uningdan keyin suratini astiltib mangdi. Boshda biz mangan taksining orqasiga 2 mashina tushyapti. Keyincha 4 mashina tushirgan bo'ldi. Oxirgi qitimda 6 mashina tushdi. Ya'ni 6 mashina biz 4 yoshning orqasiga tushgan edi. Biz nega borsak, ular shu yerda bor edi. 6 araba 4 gençi takip ediyordu. Nereye gidersek ularning vardılar. deyishicha, soqchilar ular oshxonaga kirsa, oshxonaga, magazinga kirsa, magazinga kirib, ularning orqasidan so'ngdishib yurgan. Ular ayni vaqtda nima qilarini bilmaganligini, shundaqla Uyg'ur elidagi Xitoyning yuqori besimliq nazorat sistemasini bevosita o'z beshidan o'tkazganligini ta'kidlashdi. Ular Kucha va Oqsudagi 2 kunlik ziyoratini mushundaq ig'ir besim ichida oxirlashtirib, 5-oyning 28-kuni kechda Qashqarga qarab yo'lga chiqishga hozirlangan. Ular Oqsu poyezd stansiyasiga berish uchun taksi chaqirgan. Halbuki mehmonxonadan chiqqandan tartib, ular o'ltirgan taksining oldida 2 yon tarafda 2, orqasida 2 bo'lib, jami 6 mashina taksini qo'rshavga ilib mangan. Ular poyezd stansiyasiga kelganda, ularni yo'l bo'yi ko'zatib kelgan 6 mashinadagi kishilarmi tushgan. Bu kishilar taki poyezd qo'zg'alguncha ularni ko'zatib turgan. Shundaq qilib, soqchilar Kucha bekatda ularni qanday kutib olgan bo'lsa, yana shundaq shaklda Aqsu poyezd stansiyasidan qattiq nazorat ichida ularni Qashqarga uzatib qo'ygan. Endi 29-yillar tong atqanda Qashqarda ularni qandaq majralar saqlayotgandi? Anas Kapli va Sinan Choban qatorliq germaniyalik 4 nafar yosh 28-may kuni kechda Aqsudan Uyg'ur elidik sayohatining oxirgi bekiti bo'lgan Qashqarga qarab yo'lga chiqdi. Aqsudan Qashqargacha bo'lgan 6 soatlik poyezd safarining qandaq o'tganligini so'rag'animizda Anas shu jumlalar bilan safarni yig'inchoqladi. Benim olduğum vagonda 6 yataklı bölüm 6. Men o'ltirgan vagon 6 kishilik yotoqli vagon edi. Hech kim menga gap qilmadi.
Udulumdagi yotoqqa biri kelib o'ltirdi. Hech uxlamadi. Qo'lidagi telefonida bir nimalarni qilib o'ltirdi. Men do'stlarim bilan paranglashqili orqadagi vagonga borganimda u bizga qarab turdi. Menimcha u saqchi, lekin isbotim yo'q. Ashundoq safar qilib Qashqarga keldik. Bilmiyorum, teyit edemedim. Bilemiyorum. Sonra işte zaten Kaşgar'a geldik. Anas va uning do'stlari Qashqar bekitida va o'zlari tushgan mehmonxonada Aqsudagiga o'xshashla birlarining o'ziga soyadek agishib yurganligini bayqagan. Ammo Qashqar ularning Uyg'ur elidagi sayohatining oxirgi bekiti bo'lg'achqa, qandoqli bo'lmasin ko'rishni plan qilgan o'rinlarga berishni qaror qilishgan. Ularning tizimligida Sulton Sutib Bug'raxon maqbarasi, Yusuf Xos Hojib maqbarasi, Mahmud Qashqar mozori va albatta Yetgoh jamasi bor ekan. Ular oldi bilan Sulton Sutib Bug'raxon maqbarasiga borgan. Ularning deyishicha, maqbara joylashgan yiziga kirish yo'lining ikki qasniqida qizil bayroqlar, Xitoycha lozunkalar zichchida esilgan. Hamma yerga kamera o'rnatilgan ekan. Ular maqbaraga yetib kelganda 3 soqchi mashinasining u yerda turganligini ko'rgan. Halbuki maqbaraning atrofida ulardan boshqa chet ellik sayohatchimi yo'q ekan. Maqbaraning 3 eshigi bor bo'lib, 3-lisi taqoqliq ekan. Ularning aytishicha, maqbaraga qaraydigan bir qeri mo'may bor bo'lib, ular mo'maydan kirish uchun ijozat so'raganida mo'may kirishga bo'lmaydiganligini bildirib ishorat qilgan. Yiliqi maqbaraga ulardan baldur kelgan saqchilarmi ularga hech nima demasdan yiroqdan ularni ko'zitib turgan. Ular maqbaraga kirolmagandan keyin atrofini aylangan. Ularning deyishicha, atrofdagi boshqa mozorliqlarmi bak vayrona holda ekan. Uyg'urcha xatlar yozilgan mozor tashlaridagi xatlar o'chirilib, ustiga Xitoycha xatlar yozilgan ekan. Ular mahallani aylanayotganda, ularning oldiga bir qizil mashina kelib to'xtab, ichidan bir Uyg'ur, bir Xitoy tushgan. Ular Anaslarga, "Bizning mush yerda uyimiz bor, kelinglar, sizlarni biz mehmon qilaylik" degan. Anas va do'stlari yo'q deb yo'lini davom qilganda, ularning orqasidan agishib mangan. 4 yosh buningdan qattiq rahatsiz bo'lgan va ularga qarab vaqirgan. Shuning bilan u qizil mashina asta-asta g'oyib bo'lgan. Shunda qilib ular Sulton Sutib Bug'raxonning maqbarasiga kirolmagan. Anas va do'stlari shuncha uzun vaqtlardan beri ko'ngliga pukib kelgan ulug' zotning maqbarasining oldiga kelib, ichiga kirolmaganligidan qattiq afsuslanishgan. Anas ayni vaqtdagi hissiyatini mundaq ifodaladi. Satık Burak'ın mezarını sadece uzaktan gördük. Bir nevi ilk Türk İslam devletini kuran kişi. Sutib Bug'raxonning mazirini faqat uzoqdan ko'rdik. Sulton Sutib Bug'raxon tunji islom davlatini qurgan kishidir. Davlat bog'chili Erdo'g'an, Xoqon Fidan Sharq Turkistonga keldi, lekin hech biri Sulton Sutib Bug'raxonning tuproq beshiga kelmadi. Men do'stlarimga bu yer kelishimizning naqadar muhim va ahamiyatli ekanligini tushundirdi. Bu maqbara haqida hech qanday bir ma'lumot berilmadi. Shuncha ulug' bir zot yotgan joy buziltildimi, bormi, yo'qmi? Hech xabarimiz bo'lmadi. Biz yiroqda turib bo'lsimi, tuproq beshida Yasin o'qidik, duo qildik. Hepimiz durduk, dua ettik, Yasin okudu abi. Sinan Anasning so'zlariga qo'shimcha qilib mundaq dedi. Bizim için çok önemli. Çünkü kim gidiyor artık oraya dua ediyor. Bu biz uchun bek muhim edi. Chunki kim endi u yerga berib ularning ruhiga duo qildi. Ular Sulton Sutib Bug'raxonning maqbarasidan qaytib, Yusuf Xos Hojibning maqbarasiga borgan. Mazkur maqbaraga bu yil iyunda, ya'ni Anaslardan bir hafta keyin Turkiya Tashqi ishlar ministri Xoqon Fidan borgan edi. Ularning deyishicha, ular borganda Yusuf Xos Hojibning maqbarasining tomlaridagi gach suvoqlar to'kilib ketgan. Uyg'urcha va arabcha xatlar o'chirilgan, ya'ni vayrona holatda ekandiq. Ammo Xoqon Fidan borganda tortilgan videolarga qaraydigan bo'lsak, Yusuf Xos Hojibning maqbarasi xuddi yangidan silingandek pokiz. Maqbaraga yozilgan xatlarning qaytadan bo'yalganligi aniq ko'rinib turadi. Ziyoratimiz jarayonida Anas va Sinanlar bu vaqtda chaqchaq qilishib, Xoqon Fidan yilda bir qancha qitim mushundaq tarixiy yerlarga ziyoratga kelsa bo'lg'adek deyishdi. Ular kun petishdan burun Mahmud Qashqariyning mozoriga berish uchun yo'lga chiqqan. Ular manzilga yetib borganda, maqbaraning atrofida qurilish qilinayotganligi sababi bilan Mahmud Qashqariyning mozori o'rinlashtirilgan maqbaraning ichiga kirolmagan. Ammo yana maqbaraning teshida turib Mahmud Qashqariyning ro'yiga atab Qur'on o'qigan, duo qilgan. Ularning deyishicha, Mahmud Qashqariyning maqbarasining yonidagi masjid va masjid hovlisidagi madrasalarning eshiklari tuyuqda va kuchada ko'rgan masjidlarga o'xshashla qulflangan ekan. Namoz vaqtidami masjid hovlisida bo'lsa-mu, namoz o'qiyotgan hech kimni ko'rgili bo'lmaydi ekan. Ularning deyishicha, bu yerlar faqat sayohatchilar kelib aylanib, rasmga tushadigan muzeyga aylantirilgan. Ular atrofni biror qur aylangandan keyin Qashqar shahri ichiga qaytgan va Yetgoh masjidida namoz o'qishni planlagan. Anasning aytishicha, u o'tgan yili kelgan vaqtida Yetgoh masjidida namoz o'qigan ekan. Bu qitimmi do'stlari bilan u yerda bir vaqt namozni birga o'qishni ko'ngliga pukkan ekan. Ular sham namozidan yarim soat burun masjidning oldiga borgan bo'lib, 35 yuan to'lab ichiga kirgan. Ularning deyishicha, ular qator saf bo'lib namozga turganda masjidning qarovuli kelib, hozir namoz qilishga bo'lmaydi.
yarim soatdan keyin kelinglar deb chiqarib etgan. Yarim soatdan keyin masjidning oldiga qaytib kelganda, u yerda turgan saqchilar ularning kirishiga ruxsat qilmagan. Ular masjidga kirolmagandan keyin Eidgoh maydonining atrofini aylanib, u yerda 100 yillik qahvaxona deb yozilgan bir qahvaxonaga kirgan. Qahvaxonada Uyg'urcha lirik musiqalar qo'yilgan bo'lib, ular qahvaxona xo'jayinidan Abdurahim Heytning Uchrashqanda nomli naqshini qo'yib berishni talab qilganida, u ijozatnoma yo'q degan. Ular G'ulja, Urumchi, Turpan va Aqsulada aylanganiga o'xshash Qashqarning kashlik bozorlarini aylangan. Bütün bu keşlik manzaralarının özüde kaldırgan təsirini Enes mundaq tasvirledi. Sanırsın böyle herkes böyle robot gibi. Ko'chada yurayotgan kishilar xuddi mashina odamga o'xshaydi. Burun biz o'ynaydigan, orqasini burab qo'ysa aylanadigan bir xil o'yinchoqlar bor edi-ku. Bu bozordagi Uyg'urlar shu sahnaning ustida harakat qilayotgan qo'nchoqlarga o'xshaydi. Biz ko'rgan manzarada hamma narsa go'zal va normaldek. Xuddi bir o'yinchoqning bir qancha soatlik orqasini burab qo'ygan va bu o'yinchoqning ustidagi Uyg'urlar oyunun tugatgandan keyin uyiga qaytadigandek ko'rinadi. Sanki insana böyle arkasını belirli birkaç saat için çevirmişler. Oyunlarında oynuyorlar, geri evlerine geri dönüyorlar. Ular Qashqarning markazidagi bozorlarni aylanib yurganda, bozorning atrofidagi o'rindiqlarda o'tirgan, yashangan kishilarning orasidagi ko'k ko'nglik kiyib olgan bir kishi ularga salom qilgan. Ular bu kishining qishig'i berib, Uyg'urcha, turkcha aralash paranglashgan. Anas u kishiga o'zi o'rganib olgan Ahmadjon Qosimga oid bir she'rni o'qigan va kulishib xo'shlashgan. Ammo ular ko'chadan aylanib qaytganda, bu kishi ularni ko'ribla orqasiga burilib ketib qolgan. Ularning deyishicha, ular bu kishini Xokan Fidanning Qashqardagi ziyorati haqida chiqqan xabarlardagi rasmlarda ko'rgan. Ular u kishining Xokan Fidan bilan ko'rishgandimi, uchisida o'xshash ashu ko'k ko'ngligining borligini eskartishdi. Ular Qashqardagi oxirgi bir kunini yana har yerdagi o'xshash atrofida ko'rinib ko'rinmay agishib yurgan saqchilarning nazoratida bozor aylanib tugatgandan keyin kechada obdan bir uxlab atdeganda tinch aman davlatiga qaytishning xiyolini qilib mehmonxonasiga qaytgan. Ammo Qashqardagi oxirgi kecha ular o'ylagandek tinch o'tmagan. Sinan Qashqardagi oxirgi kechada bo'lganlarni eslab o'tdi. 2 gece kaldık. Aynı otelde. İkinci geceydi. Gece saat 1 gibi. Biz o'xshash mehmonxonada 2 kun qoldik. İkinci gün akşam yarım keçide, yani saat 1'ler atrofida yatqimizning telefon jiringlab ketdi. Normalda u yerda inglizcha gap qilganlarni, bo'libmi ravon ingliz so'zlaydiganlarni ko'p uchratmagandik. Telefon og'inimda mukammal ingliz so'zlaydigan biri bizning pasportimizda bir masala ko'rilganligini va pasportlarimizni olib zaldagi kutib olish o'rniga darhol tushishimizni aytdi. Men pasportlarni olib o'zimni tushdim. Zalda 2 saqchi bizni saqlab o'tirgan ekan. U saqchi mukammal inglizcha bilan o'zini tanishtirdi. U Qashqar shaharlik saqchi idorasining boshlig'i ekanligini aytib, xizmatga nishkisini ko'rsatdi. Uningdan burun hech qanday biri o'zini tanishtirmagandi. U bizning pasportimizda bir masala ko'rilganligini, shunga bizni chaqirib qolganini, xato tushunib qolmasligimizni aytdi. U bizning pasportlarimizni nihoyat astoydil tekshirdi. Buningdan burun ko'p qitim tekshirilgandi, lekin bu saqchi rostilla boshqacha edi. U ko'zimning ichiga tikilib qarab, bu tekshirishimizni xato tushunib qolmasligingizni umid qilaman. Mening sizlardan so'raydigan bir qancha savolim bor. Do'stlaringizga ayting, ularni tushsin. Azroq paranglashayli, dedi. Men albatta chatoq yo'q, deb do'stlarimga telefon qildim va ahvolning biroz chatoqligini, lekin qo'rqmasligini eskartib, ularning zalga tushishini aytdim. Saqchi bizdan aydirimda so'ralgan savollarga o'xshash, nerdan kelganligimiz, kim ekanligimiz, nima ish qilganligimiz va nima ishga kelganligimiz degandek inchik savollarni so'radi. Keyin u bizning muxbir yoki emasligimiz, ijtimoiy taraqqiyot taqatgan videolarimiz haqida so'radi. Biz muxbir emasligimizni, bizning faqat bu Ipak yo'lidagi shaharlarni sayohat qilishga qiziqadigan normal sayohatchi ekanligimizni aytdik. U yana qaytilab, agar yolg'on gap qilib muxbirlik qilayotgan bo'lsak, og'ir jazoga uchraydiganligimizni aytdi. Men nihoyat tamkinlik bilan bizning faqat O'rta Osiyoning madaniyatiga qiziqadigan sayohatchi yoshlar ekanligimizni ta'kidladim. U oxirida Germaniya va Xitoy orasida xabar to'g'risida bir kelishimning borligini, kelishimga asosan bizning har qanday shakldagi xabar ishlashimizning ruxsat qilinmaydiganligini, bo'libmi saqchi va saqchi punktlarini, harbiy aslahalarni, hukumat organlarining binolarini rasmiy tortishning butunlay cheklanganligini aytdi. Uning bu so'zlarni aytgandagi talaffuzi nihoyat keskin edi. U yana to'xtamay bu ahvolni xato tushunib qolmasliginglarni umid qilaman, deb takrorlaydi. U bizning pasportlarimizni rasmiy tortdi. U qarmoqqa bizni qo'rqitib qo'ymoqchi bo'lgandek qiladi. Bu yarim kecha chaqirishga qaraganda u bizga psixologiyalik taktik ishlatgandi. Ya'ni bu chaqda ham andisha, ham jiddiylashib ketgandan keyin kishi kallasida bor davetidu deb o'ylagan bo'lsa kerak.
you know, those psychology tricks when someone is tired, he will tell you the truth and so on. Сақчылар ularning bu ahvollarni qat'iy xato tushunib qolmasligini ta'kidlagandan keyin pasportlarini qaytarib bergan. Ular ulug' bir kichik tingandan keyin yotoqlariga qaytishgan va 31-may kuni atdeganda aerodromga ketgan. Ularning deyishicha, aerodromda biror chatoq chiqmagan. Anasning bildirishicha, o'tgan yili qaytishida Xitoy doiralari aerodromda telefon va boshqa elektronlik asboblarni qattiq tekshirib, nurg'un rasm va videolarni o'chirib o'tgan bo'lg'achqa, bu qitim ba'zi amallarni ishlatib, uning oldini olgan. Sinan ziyoratimizning oxirida mundaq dedi. Hem Gulcha olsun, Ürümçi olsun. G'ulja Urumchida bo'lsin yoki Tuyuq Kucha Qashqarda bo'lsin. Uyg'urlarning normal ko'ringan hayotining hammasi yolg'on edi. Sayohat rayonlarida hamma yerda Uyg'urlarning Xitoylarga usul o'yini soldi ekan. Biz mushundaq yashayotimiz, hayot go'zal deb. Amaliyotda buning hammasi yolg'on. Fake, her şey fake.